Tillashni emas, insofni o'rganaylik. Abduri Muhammad Yusuf. Meni eng ko'p bearam qilayotgan ishlarning biri ba'zi qarindoshlarning undidor Facebook, Twitter qatorliq uchur vositalarida bir-birini tillashi va o'lmalarga til uzatishi bo'ldi. Hamma odam o'zining bilganlarini degisi keladi. Xalqiga yetkazgisi keladi. Bo'libmi, olimlarning shunday qilish majburiyati bor. Ammo yezilganlarni va so'zlanganlarni yoqtirish yoki yoqtirmaslik har kimning o'zining ishi. Islomga da'vat qilishmi shundoq. Chunki da'vatni qilamiz, uni xohlagan kishilar qabul qiladi, xohlagan kishilar rad qiladi. Ammo hech kimni muayyan aqidaga yoki fikrga majburlay olmaydi. Dinimizda kishilarni dinga zo'rlash yo'qdir. Dinda zo'rlash yo'q degan oyat buni ifodalaydi. İçinişlik iş shuki, Uyg'urlarning olimlari bir narsa yozsa yoki so'zlasa, uning qarta yaxshi inkoslar bilan birlikda til, ahonat, tuhmat, haqoratlar yig'ib ketadi. Hayotida maktab ko'rmay, ilmning qadrini bilmay, ilm uchun safar qilib baxmay turib, undidordan bir ikki oyat va bir ikki hadisning ma'nosini bilibla, hayotini ilm tahsil qilish atab 30-40 yil bu yo'lda yurgan azimatlarni tillaydigan, haqorat qiladigan qarindoshlarmi ko'payib ketdi. Bunun sebebini mən Allah Taala'dan qorxmaslik, məsuliyyətsizlik, dinni düşənməslik, Rəsulullahını ülgə qılmalıq deb düşünmən. Ağızdan çıxan hər bir sözün Allah Taala'nın dərgahida hesabı var. Bəzide bir kəlime söz cənnətə erişikə səbəb olub qalsa, bəzide birər ağız söz dozaq əhli olub qalışqa səbəb olub qaladı. Sözün məsuliyyəti və sorğu var. Peyğəmbər əleyhissalam İnsan özü his qılmasdan şundaq bir sözünü aytdı ki, onun 70 yıl dozaqda qılışığa səbəb buludu degan. Əbu raziyallahu anhu'nun açıqda özünü tutalmay, Bilal raziyallahu anhu'ni qari xotunning balası deb qo'yganlik uchun Payg'ambar alayhissalomning g'azabdan chiroyi o'zgarib ketgan va Abzarni "Sen jaholiyatning illatlaridan qutulib bo'lolmagan odam ekansan" deb ayblagan. Abu Zar qattiq pushaymon qilib, bu xatoliqidan uzr tilash uchun o'zining muborak yuzini Bilalning tapini ostiga qo'ymoqchi bo'lgan. Oysha raziyallohu anhu yo'lda ketib borgan bir odamni ko'rib, "Qaraslar, ma'u odam hajabmi pakarkina" deb qo'yganligi sababli Payg'ambar alayhissalom uningga qattiq achchiqlanib, "Siz uning g'aybatini qildingiz, darhol tavba qiling" degan. Musulmonlar ana shundoq hushyor va mas'uliyatchan bo'lgan. Ular shundoq ehtiyot qilatdi. Alloh taoladan shundoq qo'rqatdi. Endi bizga nima bo'ldi? Musulmonlarning g'amini yeb, ulardagi xato yo'nalishlarga tuzitish berish uchun boshqa turgan o'limalarni, ba'zi kishilar faqat ularning ditiga yoqmog'ligi uchunla har xil haqoratlar bilan tillasa, buning so'rg'i yo'qmi? Alloh taolo buni bilmamdi, hisobini so'ramamdi. Yani kelib tarixdan beri odam tillaydiganlar, kishilarga haqorat qildiganlar, yaxshilarni so'kadiganlar, ozg'unlikning vakillari bo'lib kelgan bo'lsa, chiroyli nasihat qildiganlar, savrchanlik qildiganlar va o'zini tutib oldiganlar iymon va hidoyatning vakillari bo'lib kelgan. Bu so'zimga ishonmasangiz, islom tarixini o'qing. İnsaniyat tarixini o'qing. Çünkü dünya yaratılgandan beri peygamberlerini ve müminlerini tilganlar faqat azg'unlar tabiqasidagi kishilar bo'lib, Piravin Musa alayhissalomni gapini uqtirolmaydigan past odam degan bo'lsa, Musa alayhissalom "Men sana Rabbimning elchisiman" deb chiroyli javob bergan. O'z vaqtida haqiqatning dushmanlari bo'lib o'ttirg'i chiqqan Abu Lahab va Abu Jahl qatorliqlar insoniyatning iftixorli ulgusi, barliq yaxshi ishlarning namunasi ve güzel axloqning abidisi Muhammed alayhissalomni Majnun, sehrgar, yolg'onchi degan qabih so'zlar bilan haqoratlagan. Majnun degan sarang, aqli yo'q deganlik bo'ladi. Ammo payg'ambar alayhissalom ulardan hech birini tanlamagan. Kafirlar insoniyatning ulgulari bo'lgan ulug' sahobalarni dindan ozg'unlar, aqlsizlar, yalangto'shlar degandek haqoratlar bilan haqoratlagan. Ammo ular sizlarga hidoyat tilaymiz deb yo'lini davomlashtirgan. Oxiri shular g'alaba qilgan. Yana bir masala, ilmiy yo'sinda yozilgan biror yozmaga norozi bo'lgan odam o'zimi qalam tavritib ilmiy usulda javob bersa bo'lmamdi? Ağzını buzub tillash qachondan beri madaniyat bo'lib qoldi?
Odatda uqtirib qo'yganlar, chidamaslar, nomardlar va kuchi yetmaganlar ochiqini tilga yo'linib tillash bilan chiqirdi. Bundaq qilish aslida nomardlarning ishidir. Ba'zi qarindoshlar o'zlarini mukammal islomiy qiyomatni ko'rsatib yurish bilan kishilarni ta'sirlantirdi. Chunki ularda misvak desa og'zida hamisha bor, soqol desa shundoq kelishgan, kiyim desa taqvo qiyofatda rasmiy salobatli yuridi. Ammo o'zi hasadxo'r, fitnaxo'r, eg'izi buzuq. Uni kofir, munofiq desa, buni bidatchi deydi. Uni g'alchi desa, buni jasus deydi. Aniqlamasdan aqlga emas, birdamlik hissiyotga berilib, shunda xatarlik so'zlarni qilgan odam payg'ambar alayhissalomning Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan kimki birovni kofir desa, agar deyilgan odam kofir bo'lmagan bo'lsa, degichi o'zi kofir bo'ladi degan hadisni olmaganmidi? Bu oddiy so'z emas-ku. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhissalom yana birovning musulmonni kofir deganligi uni o'ltirgili bilan tangdir degan. Ya'ni oxirgi vaqtlarda o'zining salohiyatini oshkor qilishga petinolmaydigan, hatto dadis qo'ygan ism bilan o'ttirga chiqishga jur'at qila olmaydigan parda orqasidagi to'r qahramonlari ko'payib ketdi. Ular to'g'ri yurak, to'r lalmalar bo'lib, bizning kim ekanligimizni bilmagandan keyin hech kim bizga chiqila olmaydi, bizdan hisob ololmaydi deb eg'izini qo'yibdi. Ulug' vatanimizning g'imini yevatgan tashkilot boshliqlarini, xalqimizning diliga iymon va ilmni yerlashtirish yo'lida jafo chekayotgan o'limalarni, olimlarni xohlagancha haqoratlaydi. Ularga tuhmatlarni to'qiydi. Qo'ldan kelgan yomonliklarning hammani ikkilanmasdan qiladi. Erkak bo'lsang o'ttirga chiq. Hamma gapingni o'z salohiyating bilan o'ttirib qo'y. Xo'sh, sening kim ekanligingni insonlar bilmaydi, sho'ngsini topolmaydi. Ammo sen Alloh taoloni bilmamdi. Seni yaratgan zot sening bu nomardlarcha qilgan haqoratlaringni bilmamdi. Sen ismingni yoshirish bilan Alloh taoloni aldab keta olamsan? Ismingni va kimligingni Alloh taolodan yoshirib qola olamsan? Sana samimiy nasihatim bo'lib qolsinki, agar senda zarrachilik iymon yoki ozroq bo'lsin vijdon bo'lsa, bu so'zimni obdan mulohiza qil. Alloh taolo bizga o'zi musulmon bo'lmasa-mu, musulmon salom qilgan odamni kofir deyishdan to'sqan. Qur'on Karim bizga: "Ey iymon etganlar, Alloh yo'lida g'azotga otlangan vaqtinglarda aniqlab ish ko'ringlar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib, salom bergan odamga dunyoning manfaatini ko'zlab, sen mo'min emassan demanglar" deb ta'lim bergan. Eg'izdan chiqqan har bir so'zning mas'uliyati va so'riqi bor emasmi? Zodi musulmonlarning orasidagi hissiyotga tayanib ish qilgan kishilarning islom ummatiga keltirayotgan xatri va zini kofirlarnikidan cho'ng bo'lmoqda. Chunki ular musulmonlarning o'limalarini tillab berib, xalqni bo'lib bergandan keyin kofirlarning ularni bo'zaq qilishi o'ng'ay bo'lgan emasmi? Uning ustiga hozirgi uchur davrdan, to'rdan, undidordan biror ikki hadis o'rganib olganlar dinni o'zining ditiga qarab xohlagancha kesib qarashtirib burumlab tushundirmoqda. So'zga ustalari texmi cho'ngni qilmoqda. Odam tillashni kasb qilib olmoqda. Halbuki güzel axloqning ulgisi Hazreti Muhammad alayhissalomning eg'izdan ifar yog'atdi. Guldek chiroyli, hasaldek tatliq so'zlar chiqatdi. Ammo islom dushmanlarining eg'izdan masxara, til ahonat, tuhmat va sad gaplar yog'atdi. Undaqda boshqalarga raddiya berishda qalamga tayanmay, siz tilga tayanib odam tillaydiganlar, islom o'limalarga til uzdiganlar qandoq odamlardir? Ularning Xumeyni bilan Hasan Nasrullohdan nima farqi bor? Chunki bu ikkisiga qarasangiz, ulardagi saxta qiyobat bilan saxta taqvolik ularni ulgulik o'limalarga o'xshash qilib ko'rsatdi. Ammo ular islom ummatining ashaddiy dushmani bo'lib o'tirib chiqqan la'nati shaxslardir. Ular islom ummatining ulgulik zotlaridan Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umarni turmasdan tillaydi emasmi? Uyg'urlardagi odam tillaydiganlarmi bu ikkisiga o'xshab qoldimi ya? Qarindoshlar, Allohdan qo'rqayli, insof qilayli.